hissiyotni tushuntirib bera olmayman. Juda ham cheksiz. Allohga hamdlar bo'lsin. Avvalo bu hammani bu orzusi-ku, bu har bir musulmonni, bu o'zbek millatini o'zimizni hammamizning orzuyimiz avvalo bu sog'inch hammani qalbida bor. Tinchlikni samarasida bo'layotgan ishlar hammasi prezidentimizga ham hammalariga rahmat aytib qolaman. Hammaga e'tibor juda katta. Mana har bir ishchi guruhlarga qoyil qolsa bo'ladi. Juda ham e'tiborli. Alloh xolasa vatanimizni, prezidentimizni, yurtimizni hammaliklarini Xudo xolasa duo qilamiz. Avvalambor rahbariyatlarimizga yaxshi ishlarga Alloh xayrli ishlarga baraka bersin. Qilayotgan ishlarning ajrini Alloh ato qilsin. Yurtimiz ham tinch bo'lsin. Samoviy orozi balo ofatdan Alloh o'zi asrasin. Bir tilagimiz shu 15 ming yurtimizdan bo'lgan hojilarimiz hoji mabrur qilib, tinch borib, omon amallarni bajarib olib, mabrur bo'lib qaytib kelishini Alloh o'zi muvaffaq qilsin. O'zbekiston ravnaqi uchun hissa qo'shgan insonlarga prezidentimiz tomonidan hajga yuborilibdi. Juda ham xursandmiz. Bu qilgan ishlarning ajrini Alloh o'zi ato qilsin. 100 kishi borib duo qiladi, 100 kishi borib shukr qiladi, 100 kishi borib amallarni bajarishadi. Inshaalloh buning ham savobidan hissalari bor.